Tasavvur qiling, sizni sinov uchun bitta xonaga taklif qilishdi. Sizdan boshqa u xonada yana 5 kishi bor. Tadqiqotchi sizga oddiy bitta topshiriq beradi. A chiziqni ko'rsatadi va uning yonida yana 3 ta 1, 2, 3 chiziqlarni ham chizib ko'rsatadi. Topshiriq shundayki, siz qolgan 3 ta chiziqdan qaysi biri A chiziqqa mos kelishini topishingiz kerak bo'ladi. Javobi shunchalik aniqki, xato qilish deyarli imkonsiz. Lekin bitta muammo bor. Xonada sizdan tashqari o'tirgan qolgan 5 kishi tadqiqotchining yordamchilari sanaladi va ularning hammasi atayin noto'g'ri javob berishadi. Endi navbat sizga keladi. Ko'zingiz ko'rib turibdi. Javobi aniq, lekin qolgan 5 kishi umuman boshqa bitta javobni tanlab turibdi. Xo'sh, bu vaziyatda siz nima qilasiz? O'z ko'zingizga ishonasizmi yoki qolganlarga moslashasizmi? Bu aynan 1951-yilda amerikalik psixolog Solomon Ash o'tkazgan mashhur tajriba edi va natija hammani hayratda qoldirdi. Tekshiruvda qatnashganlarning taxminan 3 dan 1 qismi kamida 1 marta o'z ko'zlariga emas, guruh fikriga bo'ysunib, noto'g'ri javobni tanlaydi. Umumiy 12 ta sinovda qatnashgan odamlarning 75% hech bo'lmaganda 1 marta guruhga qo'shilib, noto'g'ri javobni aytgan. Nega shunday bo'ladi? Ash bunga ikkita sabab topdi. Birinchisi, odamlar guruh tomonidan rad etilishdan qo'rqadi. Boshqalarga o'xshab qolishni, g'alati ko'rinmaslikni xohlaydi. Ikkinchisi esa noaniq vaziyatlarda inson ko'pincha o'zgalarni o'zidan ko'ra to'g'riroq biladi deb hisoblaydi. Aynan ushbu hodisa konformizm deb ataladi. Shaxsning o'z fikri yoki xulq-atvorini guruh bosimi ostida o'zgartirishi. Eng qiziq tomoni shundaki, Ash yana bir narsani aniqlaydi. Agar shu 6 kishilik guruhda hech bo'lmaganda bitta odam to'g'ri javob bersa, ishtirokchilarning mustaqil fikr bildirish ehtimoli keskin oshib ketadi. Demak, ba'zan haqiqatni himoya qilish uchun atigi bitta ittifoqchi kifoya. Ash eksperimenti bizga muhim bir haqiqatni ko'rsatadi. Guruh bosimi shu qadar kuchli bo'lishi mumkinki, u hatto eng oddiy, ko'z bilan aniq ko'rib turgan haqiqatni ham soyaga qo'yib qo'yadi. Biz atrofdagilarga o'xshashni, ular tomonidan qabul qilinishni xohlaymiz va bu tabiiy istak ba'zan bizni o'z aqlimizdan ko'ra ko'pchilikning ovoziga ko'proq ishonishga majbur qiladi. Konformizm inson tabiatining bir qismi, ammo qachon boshqalarga moslashish yoki qachon o'z fikrimizga sodiq qolish kerakligini bilish aynan shu bizni ongli shaxs sifatida belgilaydi.